Aleyküm obunachilar, assalomu Gikarus Craft. Bugun men yangi qishloqqa ko'chib keldim. Sumkam yechib qo'yay. Xo'p, obunachilar, endi sizlarni bu qishloqimizda tanishtirib o'taman. Birinchi bo'lib merni oldiga boramiz. Hali polizlarim qo'mabdi. Mana qo'riqchilar. Assalomu alaykum qo'riqchi. Alaykum assalom. Merni oldiga kiraver. Tekshirib bo'ldinglarmi? Doim shunday qilishadi. Tekshirishadi. Assalomu alaykum janob mer. Alaykum assalom. Sog'liq olib keldingmi? Yo, bugun chiqmadi. O'zimga pul yo'q edi. Ha, bo'pti. Endi sizlarni men o'zim boshlig'im oldiga olib boraman. Hozir niqobimni kiyib olay. Bu ham niqob, просто betim kuyganligi uchun taqaman buni. Bo'lmasa bemalol gaplashardim. O'zingiz bilasiz, obunachilar. Bet kiygan. Xo'p, xullas mana bunaqani olamiz. Mana endi buni olamiz. Shuni o'tkazishadi. Ha, meni pistoletni ham olishim kerak. Qaysi biri? Ha, qurolning o'qlari ham bor. Xo'p. Buni olamiz. Xo'p. Telefonimni olishim kerak. Xo'p, bo'ldi. Endi mana uni ham olsam bo'lsa kerak. Yo'q, olmay qo'yaman. Bluetooth olaman. Naushnikda. Yani Bluetooth'dan naushnik nima kerak bor? To'g'ri. Ketdik. Topamiz. Xo'p, men sizlarni nima bilan tanishtiraman? Boshlig'im bilan. Mafiya boshlig'i. Men killer degan qilaman. Birada u mer indamaydi. Nimaga desanglar, nima? Üstüye koyuş. Kapı bana. Abi musurop ketgan. Bular tozalaydi. O mana. Salom bolalar. Judalanmasdan gapiraver. Kel. Mana bizning. Voy, kim bular? Ha, asir. Asir? Vo'ti, 4 ta odammi? Uxlashyaptimi? Ha, uxlatadi yo'q. O'qotishgan. Kim mana bo'lsa kerak, mashina sizni o'ng qo'lingiz. Sezak-ku. Ha, bu meni o'ng qo'lim, ha. To'g'ri, uzr. Xo'p, bu yerda qurollar bor. Obunachilaring bilan video olasan. Ha, xo'jayin. Mana bizda ko'p. Lekin bizda xo'jayin pul berishni xohlamaydi. O'zim yo'q, kamar olib kelganim qara. Bo'pti. Xo'p, endi bugun qanaqa topshiriq? Bugun senga topshiriq yo'q. Shunchaki aylansang. Aylansang emas, yursang-ding. Doim aylanishni tiqishtiraveradi. Xo'p, sizlar kelgan yana bo'mishlarni do'konini ko'rsataman. Bu yerda pul ishlasanglar bo'ladi. Xo'p. Mana butilkalarni olib, bo'mishlar bor. Meni ham bitta do'stim bor edi. U hozir shu yerdami yo'qmi, boshqa qishloqqa ketganmi? Bizni to'g'rimizda yoki mayada yoki bu yerda ular qishloq bor. Ashitda mening do'stim yashaydi. Markus. Mayda o'ta ko'p butilkalar. Butilkalar ko'p. Mana usta. Assalomu alaykum usta. Alaykum assalom. Nimadir kerakmi? Yo, men Janob kim edi? Max oldiga ketyapman. Ha, yaxshi bor. Obunachilar, hozir oldim xolos. Salom bolalar. Kiraver. Assalomu alaykum Max tog'a.
Alaykum assalom. Ha, nima? O'tirga keldim. Ha, yog'i, shunchaki sizni ko'rgani keldim. Ha, bo'pti. Xo'p, endi omadlar bilan ketamiz. Endi sizlarga do'konimizni ko'rsataman. Uni Mark boshqaradi. Maxmi degan, Markmi degan. Esimda qolmabdi ismi, xolos. Ye? Egizaydi? Ha, u Max. Men Marx. Ye, uchta? ya ular men qo'ygan. Mana bizning magazin. Qana yozganini bilmadim lekin. Open. Ochiq ekan, yaxshi. Kiramiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keyingi ko'ramiz. Qo'la kerak qo'la. Yo'q, kerak emas. Ismingiz nima edi? Mening ismim Gitarus. Siznikini so'rayapman. Menikimi? Meniki Marx. Mark demasdan Marx deydi. Hop. Hozir nima? Ha. Shuni ham to'g'rilab qo'yamiz. Men yo'g'imda hech narsa qilinmaydi. Hop, bu yerda mana chiroyli manzara bor. Bu yerda o'zimiz o'rmon. Hop. Bo'pti. Eshigini yopib qo'y. Darchasi yo'q. Nima bo'lsa ham yopib qo'y. Yopib qo'ydim, endi ketdim. Telefon qilyapti. Alo. Ha, xo'jayin? Senga topshiriq bor. Zo'r topshiriq. Qurolingni ham olib kel. Xo'p, bo'pti. Topshiriq yo'q deyapti o'zi. Qanaqa topshiriq bo'ldikini? Opini va gluk. Hop. Lekin buni, bo'laveradi ikkosi ham. Buni olamiz. Menda aslahalar ko'p, chunki pul ko'p. Buni ilib olamiz sumkani. Bo'ldi, ishni yaptik. Endi boshlaydi oldiga borib kelsak bo'ldi. Hamma video ham 20 minutdan bo'ladi. Voy. Astagfirullah. Pistolet berib qo'ygan. Xo'jayin, sahiy xo'jayin. Ular hali ham turibdimi? Ha, keyinroq boshqaga tashlab ketishadi. Yu? Nima bo'ldi? Hasan Husanmi? Nimaga bularni olib o'tiribsiz? Ular meni oshlarimmi? Ular Ha, tushundim, bo'ldi. Hop, avayimni olib kimni o'ldirishim kerak? Telegramga rasmini tashlab qo'ydim. Hop. Voy, qiz bola bilan o'g'lanadimi? Bo'pti. Necha pul to'laysiz? $35. Ana, ko'rib eshitdinglarmi? Meni oyligim o'zi $200. Kech payt tushyapti. E'tibor ham bermadi. Bo'mijdan ham bildiramiz ekan onachilar. Rasmini berib qo'ydi. Hop. Men olib yursam bo'ladi. Men sertifikatim bu, ana kelyapti. Ko'zi bog'lag'ich. Kim yo'ligida o'ldirish kerak buni. Hamma kim kirib ketib olsin. Obunachilar. Qiz bola kirib ketdi. Endi men sekin astalik bilan olishim kerak. Voy. Qiz bola deyman. Yo, adashib ketishim keraklar. Tashavarida ol.
Qo'lim zo'rg'a yedi ekan. Yetmadi birinchida. Hop. Mana mashina dunyo qilishimiz kerak. Kimligimizni hech kim bilmaydi. Salom Jitel. Salom. Hop. Xudo qaramayaptimi? Bular o'g'ri. Nima yotdingiz desanglar, bular o'g'ri. Naqalarni olib qochgan do'konchini. Keyin bizni xo'jayinga aytgan. Voy, bu yetdi. Yo-mayo, nima asfaltchilar aqldan ozishdi, mayet bitta qo'ymashibdi. Men yaramaslar. Meriya aytdi, shikoyat qilaman. Mer. Assalomu alaykum mer. Janob mer uzra. Ha, doldira bo'lgur. Nima deysan? Asfaltni ko'rdingizmi? Ha, u asfaltmi? Izdan chiqib borishibdi. ustiga hozir aytaman-da. Shu ko'raman. Mana u yerda turibdi o'zi. Qo'qitamiz-da, obunachilar qo'qitamiz-da. Izimdan chiqib qopti. Uzr. Qo'rqmay otmayman. Просто so'radim. Voy, uchuvchi. Nima uchuvchi? Tilga qalaysiz. As qilaman. Bizni anaqamizda hali politsiya yo'q, shuning uchun ishimizni qilaylik deyapman. Hop. Xo'jayinga aytib qo'y. Xo'jayin, Nima deysan? notebookingizni olib turing. Ha, nima deysan? Uchuvchi mijoz hali ko'rinmayapti deyapti. U ashingga nima qilish kerak edi? Uni ham o'ldirishing kerak edi. Faqat boshqacha yo'l bilan. Tushunarli. Gapingizni tushundim. Mana shu tushunarli deganim. Meniga obunachilar. So'yib o'ldiramiz ekan. Da. $100 berasizmi? Yo'q. Yo'q. 64 dollar beraman. Bo'pti, mayli. Ko'rishlar. Usta qaramay tur. Pichoq qo'lim. Ikkita ekan. Vajra oldim. Ko'rdim. Ko'rmadi bizi. Ungacha suzib borishim kerakmi? Bu xo'jayinam menga g'alati topshiriqlar beraveradi. Ana qo'shdim. Nima ko'radi ya? Endi kirib flashim kerak. Charchab ketdi onachilar. Turgandan keyin kamerani yoqib beraman. Yana bir bor salom onachilar, sizlarga Garishcraft niqob yechari butun kun shuni taqib yurdim. Bugun xo'jayinga xabar kelmadi, shuning uchun boshqa yerga boramiz. Bir yerga boramiz endi. Kecha kuni 4 odamni yo'q qildik. Bugun ko'rishdik ani. Bu yana obunachilar. Bu meniki emas u. Chunki zakaz qilib qo'yib olganman. Xo'p. Bu safar Glock bilan yuramiz. Naushnik taqamiz. Hop, mana ko'pamiz Bluetooth'ni hop bo'ldi. Endi biz keyingi band istamasa bo'ldi. Ular qizil
qanot bandasi. Mana bizning bandani niqalari. Kimdir chizib ketgan. Leo chizib ketdi. Meni oshdan bor, mana shunaqa chizadigan aytib o'tiribdi. Eplolmagan endi 1-2 kunga jazolanadi shunaqa. Men bir haftaga jazolangan. Salom fermer. Yana shu yerdamisiz? Savollarni maydalashim kerak. Fermerlar ham, bo'lmishlar ham ko'p. Mana u bizning fermerning kattasi. Eng kattasi desak ham bo'ladi. Fermer bobo, to'g'rimi? Ha, albatta. Azmasman. Obunachilar, ana bobolar bag bo'ladi, endi bag nima qildi? Xo'p. Bitta. Bo'lmish, qalaysan? Kim edi ismi? James. Men bittaman. James bu senmiz, ha? Ha, albatta men qishloqqa ko'chib keldim. Bo'lmishlik qilib yursan. Bo'lmishlar va sen buni. Mayli, men o'zi senga bermoqchiman. Yo'q, shart emas. Bilasan. Obunachilaring qalay? Yaxshi. Senga olib ko'rsataman uni, Glock'ni. Barba tag'in, yomon deyadi. Yomon demaydi, o'ldiradi. Xo'p, obunachilar. Yomon zerikapman. Topshirsammikin, men pul ishlasammikin. Bo'lmaymasman u baray. Yana topshiriq bersa zo'r bo'lardi-da. Boshliq oldiga maska bilan kiraman. Yana shu maskani kiyaman. Boshlandi. Maskani kiyish sharaf. Sen gapirmagin. Assalomu alaykum xo'jayin. Stolda tush. Nima bashlar turaveradi, ish qilmaydi, faqat men qilaman. Bular chiqqa. Chiqarim. Oladi qo'yvaring oshlarimni. Mayli. Bittasini olib ket. Qani olib ketaman? Qanday olib ketaman? Ko'tarib ketasan. Nima qilib ketarding? Bo'pti, keyinroq. Oshna meni qutqar. Sen o'zing xo'jayinga xiyonat qilgansiz. Endi shu yerda o'tirasiz. Uflatgan u. Men gapirdim. Meni oyog'imdan yaralashgan. Nima? Endi oshirib yuboribsiz-ku? Shunga majbur bo'ldim. Nimaga? Qochyapti ona bugun. Oh my god. Yana shularni boshlabsizlar-a? Sizlar tashlayotgandingizlar yana. Xullas vazifani telefonimga tashlab, telefonim esa ashitda xullas, lekin menga aytgani yo'q hali. Telefonimga tashlab qo'ydi lekin. Qaydan bildi desa, sizlar eshitmadinglar shu. Mana pauz orqasiga qaytib aytaman. Menga aytdingizmi desam, ha deydi. Xo'jayin bugun qanaqa ish bor? Bittasini o'ldirish kerak. Aytdi, yoqasi bor. Ha, o'ytagimi? O'sha bizni raqamimizga o'zini bandasini chizibdi. Nima? Orqamdagi tulkimi? Ha, albatta. Voy mara, shu meni uyim orqasida tulkining rasmi bor ekan-da.
Domuzlardan seçin. Arabalara basıp gidelim. Yukarı karamam ya. Su tomasından oturamam. Bunun içine. İşte ambulans. Hop. Benim yüzümden düşken ki. Karıyla beni öldürmek için. Kamerası meşitte misin? Mene senge. O beni. Bilmedi. Ha beni öldürme yok. Ay tamam ay tane giriyorlar. Menge farkısı yok. Bacak. Yaxşı öyle. Fermer. Ha öldürdün mü? Ha. Bular menga indamaydi. Mayda meni merham. Menga bemor gapim o'tgani uchun bu yerda katta obro'ga ega. Tulkini yoqib yuborish kerak. Bu yoqda lava bor edi. Mana shu yerga yoqib kelaman. Gençler, şu yerda video tugaydi. Like bilan abunani bosib qo'yinglar. What the? Bekar. Hamma yaxshi, sizlar bilan Geekers Craft bo'ldi.